Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bilasizlar, men ko'p Samarqandda xizmatlarda, to'ylarda yuraman. Doim e'tibor beraman-da, kelinlarni, kuyovlarning liboslari, bunaqa chiroyli liboslar, bunaqa milliy liboslar qayerda ekan deb. Oxiri topdim men. Ya'ni bu Dagbitskiydan mana shu Siyo bozoriga qarab yurganda 10 qo'linglarda keladi o'zbegim liboslari degan joy. To'g'risini aytsam, liboslarga ko'ra rostdan hayratlandim. Men o'ylardim, Samarqandda o'zida tikishadi. Samarqandda ham tikishsa kerak, lekin bu asosan Buxorodan kelar ekan. Asosan Buxorodan keladi. Buxorodan hamma liboslar. Bu kelin kuyovlarning sarposi ekan, menimcha. Yosh bolalarimizga choponchalar ham bor. Ha, sunnat to'y bo'ladigan bolalarimizga to'g'risini aytaymi, men o'zim ham kiygilarim kiyib ketyapti. Rost aytganim, qo'l mehnati bu. Qo'l mehnati. Hammasi qo'l mehnati. Mana bularimiz qani? ukrashina qilingan. Ha. Bilsangiz kiyib ko'rishingiz mumkin. Qalay do'stlar? Qo'l mehnati. Hammasi qo'l mehnati ekan. Kiyishlari anaqalari ham udobniy ekan, turishlari ham, anaqalari ham. Men kuyovlar qiynalsa kerak to'nni desam, yo'q, udobniy ekan rostdan. Qulay ekan, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Menga yo'q. Qo'l mehnati Buxorodan keladi. Qisqasi zo'r kelinglar, men sizlarga tavsiya qilaman. O'zim ko'rganim uchun tavsiya qilaman. Kassasini aytdik. Yangi kuyovlar, yangi kelinlar, qaynota qaynonlar, quda bo'lganlar, qatdan libos qilamiz deb qidirib o'tirmaysizlar. Kelasizlar, zakaz qilasizlar, shuni tayyor qilib xudo xohlasa sizlarga yetkazadi. Dastlabkini ham amalga oshirasizlar. Dastlabkilarimiz ham bor. Ana dastlab. Arendamiz ham bor. Ana arenda deganlar. Shimildiqlarimiz ham mavjud.